O'zbek kechasining sovuq nafasi ostida eski maktab unutilgan xotiralar jasadiga o'xshab turar, uning singan derazalari ko'p narsani ko'rgan ichi bosh kozlardek zulmatga tikilib turardi. Kechqurun uning yonidan yurishga hech kim jur'at eta olmasdi, hatto zang bosgan o'yin maydonchasini kovlab yurgan daydi itlar ham. Odamlarning aytishicha, maktab la'natlangan, hech qachon uyga qaytmaganlar tomonidan ta'qib qilingan, qichqiriqlarga aylangan kulgi soyalari. Bir paytlar yuzlab bolalarni darsga chaqirgan qo'ng'iroq endi bombosh hovli tepasida jonsiz, zang va qushlarning axlati bilan qoplangan edi. O'nlab yillar davomida u jiringlamadi. Ammo bir kechada qishloqdagilarning hammasi uyquga ketganidan keyin, tungi soat 3 da uning metal qichqirigi jimjitlikni buzdi. Bu ovoz ozod bo'lishni so'ragan jon kabi vodiy bo'ylab aks-sado berib, tungi qorovul Rashidni darvoza yonidagi jajji kabinetidan uyg'otdi. Qo'ng'iroqning sonayotgan qo'ng'irog'i havoda aylanar ekan, uning yuragi urib ketdi. Avvaliga u shamol deb o'yladi, lekin keyin yana jiringladi. Sekin, ataylab og'irdi. Rashid chirog'ini olib, bosh bino tomon yurdi. Etiklari shagalda gijirlab, daryodan kirib kelgan qalin, shivirlayotgan tuman har qadamini yutib yubordi. Chiroq miltillab, eski plakatlar va bolalar qo'lyozmalari bilan qoplangan devorlarga xira nur sochdi. Maktabning asosiy eshigi biroz ochiq, uni ichkariga taklif qilayotgandek u yoqdan bu yoqqa qimirlardi. Unga nam qog'oz va chirigan hid urildi. Stollar agdarilgan, havoda arvoh tutuni kabi bor changlari osilgan va qo'ng'iroq minorasi zinapoyasi tomon yurgan zaif oyoq izlari, kichik bolalarcha izlar. U ohista qichqirdi, lekin unga faqat o'z ovozining aks-sadosi javob berdi. Yo'lak cheksiz cho'zilgan, har bir eshik soyalar nafas olayotgan qorong'i sinf xonalariga olib borardi. U sinfdan keyin sinfdan o'tayotganda, qo'ng'iroq yana jiringladi. Bu safar uning tepasidan. Rashid qotib qoldi, tovushdan tebrandi. U fonarni yuqoriga qaratdi va changning kul kabi tushayotganini ko'rdi. Qo'ng'iroq minorasi. U tor zinadan ko'tarilayotganda qo'llari qaltirab, har qadamda og'irligi ostida ingrab turardi. Yarim yo'lda u galati bir narsaga e'tibor berdi. Devorlarga bor bilan chizilgan chizmalar, ko'zlari ichi bosh, og'izlari ochiq bo'lgan mitti qo'llar. Noto'g'ri qo'lyozma bilan yozilgan bitta xabar ajralib turdi. U yana jiringlashga yo'l qo'ymay. Havo sovib ketdi, nafasi ko'rindi. U choqqiga chiqqanida eski qo'ng'iroq qimirlamay osilib turardi, ammo unga bog'langan arqondan zaif tebranish titrardi. Rashid yaqinlashib arqonga tegdi. U nam, yopishqoq edi. U qo'lini orqaga tortdi. Bu suv emas, qon edi. U javob berishga ulgurmasdan, qo'ng'iroq yana bir bor eshitilib, kar bo'ladigan darajada baland ovozda, boshi ustidagi yog'och to'sinlarni silkitdi. Uning chirog'i ochdi. Shu lahzada uning atrofidagi ovoz o'zgarib ketdi. Keyin u bolalarning pichirlashini, kulishini eshitdi. Yiglab. O'nlab ovozlar bir-biriga yopishib, uni qorong'uda aylanib yuradi. Chiroq yana miltillaganda, u nafas oldi. Pastdagi sinf hovlisi ko'rinmas partalarda o'tirib, unga tikilib o'tirgan eski maktab formasidagi bolalarning arvoh siluetlari bilan to'lgan edi. Ularning yuzlari kulrang va botib ketgan, ko'zlari qora chuqurchalar hech narsani aks ettirmagan. Qo'ng'iroq to'xtadi, yana sukunat cho'kdi. Rashid qaltirab pichirlab duo qildi va zinadan tusha boshladi. Ammo u pastga yetib borgach, sinf eshiklari ochiq ekanligini va ichkaridan zaif kulgilar yangrayotganini payqadi. U chiqish tomon o'girildi, lekin asosiy eshik mahkam yopilgan edi. Havo bog'uvchiga aylandi. Yillar davomida binoda elektr quvvati yo'q bo'lsa-da, sinf chiroqlari birin-ketin yondi. Ichkarida soyalar qochib o'tdi, bolalar toza o'tirib, o'qituvchisini kutishdi. Rashid ko'kragini changallagancha orqasiga gandirakladi. Keyin u ularni ko'rdi, har bir stol ortida turgan raqamlar, lekin endi bolalar emas. Ularning yuzlari cho'zilgan, og'izlari tikilgan, lekin ko'zlari ozod bo'lishlarini so'rar edi. Sovuq shamol yana qo'ng'iroq ovozini ko'tarib dahlizga otdi, faqat bu safar uning boshidan keldi. Uning miyasiga shivir-shivirlar, noma'lum tilda qo'shiq aytayotgan bolalarning ovozi o'rnashib, quloqlari qonab ketdi. Yo'lak yana qorong'ilashdi, lekin devorlarda yorqin qol izlari paydo bo'lib, uning atrofida yopila boshladi. U qichqirdi va zinapoya tomon yugurdi, qochishga umid qildi, lekin oyog'i sirgalib, polga qulab tushdi. Qarasa, ro'parasida kichkinagina qiz turardi, terisi oqargan, ko'zlari bosh quduqday, qo'lida bor parchasi. U uning orqasiga ishora qildi. Sekinasta o'girildi.
Eng yaqin sinfning doskasida shunday sozlar yozilgan edi. Siz qo'ng'iroqni eshitdingiz. Endi siz shu erga tegishlisiz. O'nlab arvoh qo'llar devorlardan cho'zilgancha uni mahkam ushlab zulmatga tortar ekan, uning qoni muzlab ketdi. Dunyo g'oyib bo'lishidan oldin Rashidning oxirgi ko'rgani qo'ng'iroq arqonining xuddi kimdir yana jiringlayotgandek vahshiy tebranishi bo'ldi. Ertasi kuni ertalab qishloq aholisi maktab eshigi ochiq va kirish eshigi yonida yotgan qoriqchining chirog'i hali ham zaif yonayotganini ko'rdi. Ammo Rashid yo'q edi. Ular butun binoni tintuv qilishdi, ammo uning izi topilmadi. Bir necha hafta o'tgach, yaqin atrofdagi yangi maktabga ketayotgan bolalar, ba'zida ertalab soat 3 da qo'ng'iroqning zaif jiringlaganini, keyin qadam tovushlari va shamolda aksado beradigan kulgini eshitishlarini aytishdi. Ba'zilar hatto eski qo'ng'iroq minorasida turgan va kimsasiz o'yin maydonchasini kuzatib turgan soyali figurani ko'rishga qasam ichishdi. Hukumat nihoyat binoni xavfsiz deb muhrlab qo'ydi, ammo mahalliy aholi buni yaxshi bilishardi. Ular har bir necha oyda bir marta qo'ng'iroq ozozidan jiringlayotganini va har gal yana bir qishloqdoshi g'oyib bo'lishini pichirlashdi. Qargish yana boshlandi va hech qachon jiringlamaydigan qo'ng'iroq chaqirish uchun yangi ruhlarni topdi.